Otangiz to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi? Haq u. Noto'g'ri gap gapirayotgan bo'lsa ham haq u. Otaning gapi vaqti muhokama qilinmaydi. Umuman mumkin emas. Farzandi 1-2 bo'layotganning sababi o'sha otasini roziligini olayotganligi uchun. Otasini 2 ta ayoli bo'ladimi, 3 ta ayoli bilan otaniki muhokama qilinmaydi. Ota o'zi javob beradi o'z qilgan ishiga, lekin farzand vazifasini qilish kerak. Chunki uni otasida yordam berish kerak, topgan pulidan qanchadarini berish kerak. Farzand zo'rda, chastenasi oyoqda, lekin ota qiynalyapti. Unaqa bo'lish kerak emas. Ota qiynalish kerak emas. Farzand otani qiynab qo'yish kerak. Nima qilsa ota o'zi biladi. Muhokama qilinmaydi. Ada unga pul ishlatmay, bunga ishlatmay, farzand kelsa berish kerak bo'ldi. Shu uchun ham rizq beriladi bunga. Rizq beriladi, pul kelayotgani, yaxshi pul topayotgani shu otasiga qilayotgani uchun. Otasini norozi qilsam bitta, o'sha kelayotgan puli ham kelmay qolishi mumkin. To'xtaydi, u ham qashshoq bo'ladi. Yaxshi bo'layotgani, rizq berayotgani, Alloh berayotgani otasiga qilayotgani uchun, muhokama qilish uchun